Shaxsiy kabinetga kirish uchun telefon raqamimizni va belgilangan parolni kiritamiz. So'ng kirish tugmasini bosamiz. Tizimga kirganimizdan keyin asosiy menyu ochiladi. Yangi mijoz uchun ariza yaratish maqsadida ariza yaratish tugmasini bosamiz. Keyingi bosqichda mijozning telefon raqamini kiritamiz. Shundan so'ng mijozning shaxsiy anketasi ochiladi. Anketa ochilgach, limitni qayta olish tugmasini bosamiz va tizimli limitni hisoblashni boshlaydi. Limit javobi juda tez chiqadi. Mijozga 25 million 100 ming so'm limit ajratildi. Bu shuni anglatadiki, mahsulot qiymati ushbu summa doirasida kiritilishi mumkin. Endi mahsulot ma'lumotlarini kiritamiz. Mahsulot nomi bo'limiga mahsulot nomini yozamiz. IKPU bo'limiga esa 10 xonali MXIQ kodini kiritamiz. Shundan so'ng mahsulotning narxini yozamiz. Artikul, markirovka, seriya raqami va imaykalar ma'lumotlari kiritish majburiy emas. Ko'rib turganingizdek, tizimda bir nechta muddatlar mavjud: 12 oy, 9 oy, 6 oy va 3 oy. Mijozga qaysi muddat qulay bo'lsa, o'sha muddat tanlanadi va limitni hisoblash tugmasi bosiladi. Limit hisoblangandan so'ng tizim umumiy summani va oyma-oy to'lovi miqdorini ko'rsatadi. Keyin davom etish tugmasini bosamiz. Oxirgi bosqich rasmlarni yuklash bosqichi. Rasmlarni yuklash tartibi quyidagicha: mijoz QR kodni skaner qiladi. Shundan so'ng pasport bilan selfie yoki mahsulot bilan selfie rasmi yuklanadi. Rasmlar yuklangandan keyin yana davom etish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng mijozning SMS xabarnoma ulangan telefon raqamiga tasdiqlash kodi yuboriladi. Ushbu bosqichda oferta va shartnoma bilan tanishish mumkin bo'ladi. Tasdiqlash kodini kiritilgandan so'ng shartnoma tizimda avtomatik tarzda muvaffaqiyatli yakunlanadi. Jarayon yakunlangandan keyin asosiy menyuda shartnoma summasini ko'rish va shartnomani PDF formatda yuklab olish mumkin. Biznesingiz samarali rivojlantiring va biz bilan birgalikda ko'proq soting.